Bolaga dinni maktab o'rgatish kerakmi yoki ota-ona? Bolaga dinni o'rgatish majburiyati ham, mas'uliyati ham, so'raladigani ham ota-ona. Alohida tayyorgarlik ko'rib qilinadigan ishlar bu bolaning axloqi va odobi. Ota-ona farzandiga go'zal axloqdan da ortiq meros qoldirmaydi deganlar ulamolarimiz. Nimaga bolamga diniy ta'lim bermaydi deyotgan ota-onalarni bilasizmi? Og'riqli joyi nuqtasi nimada? Nimada? O'zlari dindan bexabar. O'zidek bo'lib qolishini istamaydi bolasi. Lekin o'zini tuzatishni istamaydi. Minglab misol keltiraman. O'zimizga murojaat qilgan, "Qoraka, nimaga bizning maktablarda diniy ta'lim yo'q? Nimaga bo'lish kerak?" Mayli bo'lsa nuri alan nur. Bo'lmasa uni nima? U siz bolangizga berishingiz kerak bu diniy ta'lim. Maktabdagi o'qituvchi majbur emas va ular so'ralmaydi ham mana bu bolaga diniy ta'lim bermaganligini. Lekin ota-ona so'raladi. Nimaga o'zlarining zimmasida bo'lgan ishni boshqaga yuklashni yaxshi ko'ramiz biz? Bitta yaxshi xulqni kimdan o'rgansa, shunga amal qilsa, anu odamga savob bor.